xuddi shunday kadrni mana bunday kadrga aylantiramiz. Videografiyada eng muhim va eng qiyin narsa bu svetlar bilan ishlash. Mana shu ko'rib turgan kadrni kuzating. Yomon emas menimcha nazarimda. Lekin agar siz hozir ushbu kadrda svetlarni bitta o'chiradigan bo'lsak, qanaqa holat yuzaga keladi ko'ramiz. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir biz svet bilan mana bunaqa kadrdan bunday kadrga olib kela oldik. Demakki, siz agar svetlar bilan to'g'ri ishlashni biladigan bo'lsangiz, hamisha kadrlaringiz arzon kamerada, oddiy kamerada bo'lsa ham chiroyli chiqishi mumkin. Ya'ni siz eng qimmat kamerani ishlatsangiz ham, yorug'likni noto'g'ri qo'yadigan bo'lsangiz, kadrlaringiz hech qachon sifatli chiqmaydi. Va aynan men hozir ushbu videoda sizlarga yorug'likni to'g'ri qo'yishni batafsil o'rgataman. Qayerdan qo'yish kerak? Nimaga qaysi rangni ishlatish kerak? Yorug'likdagi yumshoq, qattiq yorug'liklar qanaqa bo'ladi? Soyalarni qanaqa yaratish kerak? Hozir sizlarga mana shu videoda birma-bir ko'rsatib beraman. Xo'p, boshlaymiz. Eng birinchisi bu bizda key light. Ya'ni bu nima? Asosiy yoritgichimiz. Biza elementimizni, obyektlarimizni mana shu key light bilan eng birinchi navbatda yoritib olamiz. Ya'ni bu narsa bizga asosiy yorug'likni tushirib beradi. Bu narsa mana bu turgan qora sizlar ko'rayotgan element bu softbox deyiladi. Ya'ni softbox orqali yumshoq svetlar o'tkaziladi. Buning ichida buni turlari, svetni modellari, qanaqasini olish kerak, texnikasini hozir gapirmayman. Asosan mana shu holatda siz sotib olishingiz kerak bo'ladi. Softbox va uni sveti. Mana bu orqa tomonda mana buni o'zini Godox SL60W degan modeli. Bu постоянный svet hisoblanadi. Buni ranglari o'zgarmaydi. Va mana shunaqa svet orqali odamni yuziga yoki tushirayotgan obyektlaringizni shu bilan yoritasiz. Endi bitta narsaga e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Yaqinroq kelamiz. Mana bu joyda bizda softboximiz ustida grid joylangan. Bu narsani men o'zim ajratib olsam bo'ladi. O'zim qo'yganman mana. Xo'p, bu nimaga kerak? Asosan bu narsa setga bizga yorug'likni bir joyga yig'ib beradi. Ya'ni mana setkalar bo'lgani evaziga tushayotgan yorug'lik hamma tomonga tarqalib ketmaydi-da, bitta nuqtaga tushishga yordam beradi. Chunki yorug'likning atroflari setka bilan qoplangan. Mana sizlarga hozir bu namunasini ko'rsataman. Bitta mana grid setka bilan video olib kadrni ko'rsataman va bitta setkasiz ko'rsataman. Yorug'lik yoyilib, orqa tomon yana ham yorug'lashadi. Mana shu narsani kontrol uchun mana grid setka ishlatiladi. Bitta kadrni ko'ramiz mana. Mana bu misol uchun mana setka bilan grid bilan qo'yilgan svet yorug'ligimiz. Umumiy atmosferaga e'tibor beringlar. Endi hozir gridni olib tashlayman va keyin yana bir marta atmosferaga e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Mana endi bu gridsiz holati faqat softboxdagi diffuser bilan birgalikda hozir syomka qilib ko'ramiz. Mana endi gridsiz, setkasiz yorug'likni ko'rishingiz mumkin. Kamera nastroykalari o'zgarmagan, o'sha va umumiy yorug'lik atmosferani ko'radigan bo'lsanglar, yorug'lik ancha ko'tarildi, orqa fon ham ochildi. Xo'p, 2 daqiqaga to'xtaymiz, chunki meni sizlar uchun zo'r yangiligim bor. Videografiyani 1000 marta eshitgandan ko'ra, bir marta amaliyot qilib ko'rgan yaxshi. Shuning uchun men har hafta dushanba kunlari bepul masterklasslar o'tkazyapman o'zimizning akademiyada. Agar siz videografiyani noldan o'rganib, kamera nastroykalari, gimbal harakatlari, kompozitsiyalar, rakurslar, svetlar bilan ishlash va joyida amaliyot qilib ketmoqchi bo'lsangiz, ushbu masterklassimizga albatta keling. Ushbu masterklassimizda ishtirok etish uchun siz pastdagi havola orqali formani to'ldirishingiz kerak bo'ladi va formadagi savollarga javob berasiz va biz sizga bog'lanamiz va siz bilan masterklassda ko'rishamiz. Endi qaranglar, boya diffuser deb aytib o'tdim. Xo'sh, o'zi bu nimaga kerak? Diffuser bu ichkaridan tarqalayotgan yorug'likni bizga yumshatib beradi. Buni hozir namunasini ko'rsataman, diffuserni olib tashab turib. Mana shu joyda biz yumshoq yorug'lik va qattiq yorug'lik nima ekanligini bilib olamiz. Hamisha kinolar, reklamalar,
chiroyli siz bilgan o'sha sifatli kadr deganlaringiz yumshoq svetlardan foydalanadi. Mana shuni hozir sizlarga olib tashlab ko'rsataman. Yorug'ligimiz ancha qattiq bo'lib ketadi. Endi mana shu turgan joyim o'zidan ham sezishingiz mumkin. Diffuzorni olib tashlagandan keyin yorug'lik yuzimga qattiq tushyapti. Soyalardan bilishingiz mumkin. Orqa chap tomonimdagi soyalar qattiq chiziqlarga ega. Mana shu narsa diffuzorning yo'qligi sababidan bo'ladi. Hozir buni bitta kadrda ham ko'rsataman farqini. Endi mana hozir ko'ryapsizlar, diffuzorimiz yo'q, grid setkamiz yo'q. To'g'ridan to'g'ri yorug'lik mana bu boksdan bizga tarqalib kelyapti va yorug'lik juda ham kuchli. Yuzimdagi soyalardan, u chap tomonimdagi soyalardan bilishingiz mumkin. Mana shu narsa diffuzorsiz olingandagi holat bo'ladi va bu qattiq yorug'lik hisoblanadi. Va hamisha syomkalarda siz qattiq yorug'likdan qochishingiz kerak. Agar bu sizning maqsadingiz bo'lmasa, maqsadli kadr bo'lmasa, hamisha yumshoq svetdan foydalanish kerak. Yumshoq svet qanaqa yaratiladi? Albatta, diffuzor orqali. Boya ko'rsatgan narsamni mana shu softboxga biriktirib qo'yishimiz orqali yaratiladi. Endi keyingi svetimiz bizda spotlight deyiladi. Spotlight bizga nima qilib beradi? Spotlight bizga orqa fonda chiroyli shakllarni yaratishda foydalaniladi. Bu istalgan turdagi shakl bo'lishi mumkin, hattoki mana bu shakllarni olib tashlab turib ham biza o'zida mana spotlightni o'zida qanaqadir bir vertikal liniyalar yoki uchburchak shakllar yoki to'g'ri shakllar yaratishimiz mumkin. Ya'ni bu spotlight bilan istalgan shaklimizni yarata olamiz. Va bu shakllarni yaratish uchun bizga mana gobo nasatkalar kerak bo'ladi. Mana buni ichiga joylanib qo'yiladi bu narsa va shu nasatka mana tepa qismga joylashtiriladi. Endi ko'rib turganlaringizdek, mana soyamizda bizda derazani shakli paydo bo'ldi. Va bizda mana bir qancha turdagi nasatkalar bor. U narsani o'zi alohida sotib olinadi va istalgan turdagi shakllar, istalgan turdagi mana nasatkalarni foydalanishingiz mumkin syomka paytida. Sizni albatta olayotgan syomkangizni настроенияsiga qarab. Xo'p, endi bu jihozni o'zi ikkita qismdan iborat. Oldingi qismi, ya'ni bu eng asosiy qismi, vazifani bajarayotgan, shakllarni yaratib berayotgan qismi, spot beradigan qismi, ya'ni shuning uchun bu spotlight deyiladi. Bu qism ajratib olinadi-da mana bu qismdan va mana bu joydan ajratib olinadi. Ajratgandan keyin orqa qismi bu siz bilgan o'sha oddiy постоянный svet bo'lishi mumkin yoki bicolor svetlar bo'lishi mumkin. Istalgan bittasiga ulashingiz mumkin bu narsani. Spotlight ajratib olinadi, mana bu nasatka qismi va buni istalgan key light sifatida ishlatiladigan svetlarga, постоянный svetlarga ulab o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi keyingi yorug'ligimiz bizda practical light ingliz tilida dekorativ yorug'liklar. Bular mana shunaqa lampalar bo'lishi mumkin, stol ustida turadigan chiroqlar bo'lishi mumkin, hattoki shamlar bo'lishi mumkin. Barchasi dekorativ yorug'liklar hisoblanadi. Bularning asosiy vazifasi ushbu sahnani chiroyli qilib yaratib boyitib berish va undan tashqari odatda bu dekorativ yorug'liklar bizga kontur yorug'liklarni yaratishda yordam beradi. Rim light, ya'ni kontur yorug'lik nima deydigan bo'lsanglar, bu orqa tomondan tushib sizdagi soya tomonlarda chiziq paydo qilishi o'zi svet bilan. Mana misol uchun mana shu holatda svetni oldiga turib oladigan bo'lsam, yelkamdagi soyani orqasidan chiziq bo'ylab yorug'lik paydo bo'lgan. Mana shu kontur yorug'lik deyiladi. Hozir bitta bunga ham namuna ko'rsatamiz. Va bundan tashqari biza kontur yorug'likni yanada ham boyitishimiz uchun qo'shimcha palkalardan, RGB svetlardan ham foydalanishimiz mumkin. Hozir bu yerda bizga RGB ga ehtiyojimiz yo'q, chunki atmosferaga RGB umuman yemaydi hozir. Lekin biza konturni yaratishimiz uchun o'zimizda bor, mana misol uchun o'zimizda ishlatilmay turibdi hozir. Mana shu svetni qo'yib turib, sizlarga kontur yorug'likni yoritib beramiz. Hozir kadrda ko'rasizlar. Xo'p, mana bu kadrda bizda hech qanaqa rim light, ya'ni kontur svet qo'yilmagan. Ya'ni chap tomonimda sizlar mana bu yerda hech qanaqa liniya chiziq svet ko'rmayapsizlar. Mana hozir kontur svetni yoqamiz va endi o'zgarishni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Chap tomonim yuzim bo'ylab orqa yelka tomonga yorug'lik tushirildi. Mana bu kontur svet hisoblanadi. Endi qaranglar, hammani qiziqtiradigan va ko'pchilik xato qiladigan asosiy qismini aytib o'tib ketaman. Svetni aynan qayerdan qo'yish kerak? Xo'p, key lightga keladigan bo'lsak,
mana shu key lightni qayerda turishi odamning yuziga svet qanday tushishligini ko'rsatib beradi. Odatda kinoshniy kadr chiqaraman desangiz va sifatli soya ko'rsatib beraman desangiz, yuzni o'zida ko'rinadigan soyaga, siz key lightni kameradan 45 gradus bir tomonga, chap yoki o'ng tomonda joylashtirasiz. Buni xuddi obyekt tomonidan ham qarasangiz bo'ladi. Obyekt mana shu yerda turgan bo'lsa, mana misol uchun, mana bu 0 gradus va mana 45 gradusim yo bu tomon, mana burchak, yoki mana bu burchak, mana 45 gradus. Demak, bizning svetimiz hozir mana shu joyga kelsa to'g'ri hisoblanadi. Mana 45 gradusga olib keldik va obyektimiz mana shunaqa o'tirgan holatida bo'ladigan bo'lsa, mana svet bu bizaga 45 gradus bir burchakdan tushib turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi odatda siz hamisha ham mana bunaqa 45 gradusli svetlarni yaratmaysiz. Chunki bu ba'zi ssenariylarga tushadi, ba'zilariga tushmaydi. TV shoularga, ovqat pazandachilikni ko'rsatib beradigan, gapirib chiqadigan videolarda va undan tashqari barcha shouning turlarida va beauty videolar bo'ladi-ku. Ya'ni go'zallikni, kosmetikalarni ko'rsatib aytiladigan videolarda svet odatda yonboshdan emas, to'g'ridan qo'yiladi. Nimaga? Chunki bu holatda yuzda hech qanaqa soya qolmaydi. To'g'riga mana joylashtiramiz hozir va biza svetga qaraydigan bo'lsak, odamning yuzida hech qanaqa soya qolmaydi. To'g'riga qarab gapirayotganda, kamera bizda to'g'rida bo'ladigan bo'lsa, uni to'liq yuzi svet bilan yoritilgan bo'ladi. Bunaqa holatda yoritish ham o'zining maqsadi bor. Qaysi turdagi video olishingizga qarab yoritasiz. Demak, standart kino industriyasida, kliplarda va siz ko'radigan juda ko'p podkastlar, videolarda 45 gradusga joylash bu juda ommabop, lekin beauty bo'ladigan bo'lsa, show, news videolar bo'ladigan bo'lsa, odatda ular to'g'ridan to'g'ri obyektga qarab yo'naltirib yoritiladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, ushbu yorug'lik bilan ishlash mavzumiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Men shunga o'xshash bilimlarni, doimiy master-klasslarni Telegram kanalimda ulashib boraman. U yerda siz videografiya bo'yicha yangiliklarni ham bilib borasiz va xuddi mana shu mavzuga o'xshagan batafsil videografiyadagi siz qiziqqan mavzularga batafsil javoblar berib boraman. Va albatta, men sizlarni har hafta dushanba kuni bo'lib o'tadigan bepul master-klasslarimda kutib qolaman. Har qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu ekrandagi Telegram akkauntiga bog'lanishingiz mumkin. Barcha savollaringizga javob beramiz. Ko'rishamiz.